لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Sure El-İmran 16. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure El-İmran 16. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula yani takvadarla Rabbimiz biz şüphesiz iman ettik. Bizning günahlarimizni mağfiret kılgın, bizni devzah azabından saqlagın deydi. Ula yani takvadarla savr kılgıçılardır, rastçılardır, Allah'a itaat kılgıçılardır. Yaxşılıq yollarga pul mallarını sərf kılgıçılardır ve seherlerde istiğfar etkiçilardır. Allah Ta'adın qorqıdığan kişilerinin duaları ve ularının sübetleri doğrusunda. Allah Teala özünün köp savabını vəd qılğan taqvadır bəndələrini sübətləb mündaq dedi. Ula yani taqvadarla Rabbimiz biz şübhəsiz iman etdik. Yani sana, senin kitabınğa ve senin peygamberleringe iman ettik. Bizning günahlarımızı mağfiret kılgın. Yani sana ve sen bizge yol koyup bergen nersige işengenlikimiz bilen bizge bolgan merhametin ve rahmetin bilen bizning günahlarımızı ve kemçiliklerimizni keçirgen. Bizni devzah azabından saqlagın deydi. Sabr qılğıçılardır. Yani ula haram işlerini taşlap amel ibadet qilish yolida uchragan japa mushaqqatlarga sabr qılğıçılardır. Rastçılardır. Yani özlerinin imanlarida rastçılardır. Allah Teala'ga itaat qılğıçılardır. Yani boysunğıçılardır. Yaxşılıq yollarga pul mallarını sərf qılğıçılardır. Yani yaxşı yollarga, uruq tuqqanlarga, kereklik yerlerge ve hacetmen kişilerge özlerinin mallarını sərf qılğıçılardır. Seherlerde istiğfar etkiçilardır. Bu ayet seher vaxtıda günahlarının keçirilişini tileşinin artıqçılığını uqturdu. Yaqub aleyhisselam ballarga Rabbimden sizlarga mağfiret tileymen degan çağda Yaqub aleyhisselam ularga mağfiret tileşni sehergacha kechiktirdi deyildi. Hadiste Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligi bayon qilindi. Allah Teala her günü keçinin 3'ten 1 qalganda birinci asmanga tushib bir narsa tilga chiqishi bormi? Men uningga beraman. Dua qilg'uchi kishi bormi? Men uning duosini ijobat qilaman. Günahının keçirilişini tileydiğen kişi var mı? Ben onun günahını keçirimen deydi. İmam Bukhari ve Müslim hadiste Ayşe radiyallahu anh'ın mundaq deganligini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam her bir keçinin 5'ida yoki o'ttirisida ve yoki ahirida vitr namazını okuydu. Onun vitr namazı hatta tong yorug'icha davomlashatdi. Abdullah ibn Ömer keçide namaz okuydu. O Nafiqqa ey Nafi tong yordu mu deydi. O ha deb javob bersa, o taki tong otquchilik duo qilib gunohning kechirim bo'lishini tilaydi. Allah adaletni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarmi shundoq guvohlik berdi. Onundan başka hiç ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmet bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allah'ның nazarida maqbul din İslam dinidir. Kitap berilganlar, yani Yahudilar ve Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi.
ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'rolmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qiladigan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, menga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim, ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunuvchimiz degan. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudi va Nasoralarga va ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandilarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turuvchidir. Allah Ta'alaning bor va birligiga berilgan guvohlik to'g'risida. Allah Ta'ala bu oyatda o'zidan boshqa ibodatga loyiq hech bir zotning yo'qligiga guvohlik berdi. U guvoh berishga yetarlikdir. U guvohchilarning, so'zligichilarning eng rostchili va eng odilidir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ya'ni u hamma mahluqotlarning yolg'iz ilohidir. Hamma uning qo'lidadir. Uning mahluqotidir. Uningga muhtojdir, lekin Allah ulardan behajatdir. Allah Taala bu haqda mundaq deydi: Yahudilar va Nasoralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Allah sana nazil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Ondan Allah farishtalarning va olimlarning guvohliklarini o'zining guvohligi bilan bir yerda keltirib mundaq dedi: Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bu o'rinda olimlar uchun katta bir alohidilik bordir. Islom dinining haqiqiy to'g'ri din ekanligi to'g'risida. Haqiqatan Allah Taalaning nazarida maqbul din islom dinidir. Ya'ni Allah Taala bu oyatda bir kishidan islom dinidan boshqa har qanday dinni qabul qilsa bo'lmaydiganligidan xabar berdi. Eng oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalomgacha Allah her bir zamanda avatgan payg'ambarlar ilib kelgan dinga agashganlik islomga agashganlikdir. Payg'ambar alayhissalom kelishi bilanla u ilib kelgan dindan boshqa payg'ambarlar ilib kelgan dinlarning hammasi amaldan qoldi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin kim u ilib kelgan dindan boshqa dinga e'tiqod qilsa, ya'ni boshqa dinga e'tiqod qilib turib ölüp ketken bolsa, u din Allah Ta'ala'nın dergahida maqbul emas. Allah Ta'ala bu haqda mundaq deydi: Kimiki islom dinidan g'ayri dinini tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Allah Ta'ala o'zining dergahida qabul qilinadigan dinning islom dinla ekanligini xabar qilib mundaq dedi: Haqiqatan Allah Ta'ala'nın nazarida maqbul din islom dinidir. Ondan Allah Ta'ala burun kitap berilgan kishilarga payg'ambarlarni avatish va kitoblarni tushirish orqali ochiq paketlarni bergandan keyinmi ularning ixtilof qilishib qolganligidan xabar berib mundaq deydi: Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Ya'ni ular birining yana biriga hasad qilishganligi va o'zaro yomon ko'rishganligi uchun haq ustida ixtilof qilishib qoldi. Ularning ba'zisini yomon ko'rganligi, ba'zisining so'zlari va ishlari to'g'ri bo'lsa-mu, uning bilan qarshilashishga elib bordi. Ondan
Allah Taala mundaq deydi. Kimki Allah Taala'nın ayetlerini inkar qiladigan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hesap algıcıdır. Yani Allah Taala özünün kitabida tushirgan narsani inkar qilgan kishining jazosini berib, uning tanğanligidan hesap aladi va kitobiga xiloflik qilguvchini azoblaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, ya'ni ular sen bilan Allah Taala'ni bir deb bilish aqidasi to'g'risida jidallashsa, sen ularga manga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allah Taalaga topshirdim, ya'ni Allah'ның əmrlərinə boysunğucumuz degan. Ya'ni men ibodatimni hech qandaq shiriki, balisi va ayoli yo'q, yolg'iz Allohga xos qilaman degan. Manga ergashganlar bilan birlikda, ya'ni mening dinimdagi kishilarmi shunday qiladi degan. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va men ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. İslam dinining hamma kishilarning dini ekanligi va Muhammad alayhissalomning butkul insonlarga payg'ambar qilinib avatilganligi to'g'risida." Allah Taala o'zining bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomni Yahudi va Hristiyanlardan iborat kitob berilgan kishilarni va mushriklardan iborat kitob berilmagan kishilarni o'zining yo'liga, o'zining diniga va o'zining elib kelgan shariatiga kirishi uchun chaqirishga buyurib mundaq deydi. Menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allah Taalaga topshirdim. Ya'ni Allah Taala'nın əmrlərinə boysunğucumuz degan. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, san hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Ya'ni Allah ulardan hesap algıcıdır. Ularning oxiri qaytadigan va o'rinlashadigan joyi Allah Taala'ning dargohidir. U xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi va xohlagan kishini ozdirdi. Unda qilishida Allah Taala'ning cho'q hikmati va kuchli pakiti bordir. Shunga Allah Taala mundaq deydi: Allah bandilarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Allah kimning to'g'ri yo'lga loyiq bo'lganligini va kimning ozg'unlikqa loyiq bo'lganligini biladi. Bu oyat va u oyatningki o'xshashlari payg'ambar alayhissalomning butkul insonlarga umumyuzlik payg'ambar ekanligining paketidir. Uning umumyuzlik payg'ambar ekanligiga oid nurg'unlagan oyat va hadislar bor. Tövendeki ayetler şu ayetlerinin qatarıdındır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey insanlar, men hakikaten sizlerinin hemminglarga Allah tarafından avatilgan elçimen. Bütün cahan əhlini Allah Taala'nın azabından agahlandırğıcı boluş üçün bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamga haq bilen batılını ayırğıcı Kur'an'ı nazil kılgan Allah Taala'nın berkiti büyüktür. Hadis ve tarih kitaplarında Peygamber aleyhisselam Allah Taala'nın buyruğuna boysunup etrafındaki padişahlara meyli ula Arap olsun ya ki başka millet olsun, meyli ula kitap verilgen, yani Yahudi ya ki Hristiyan olsun ya ki kitap verilmegen başka dinine itiqad qılıvatqanlar olsun, ulahni Allah Taala'nın dinine çağırıp xat evetti. Abdurrazak Abu Hureyre radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening jinim uning ilkidi bo'lgan zot Allah Taala'nın nomi bilan qasamki, Yahudi bo'lsin yoki Hristiyan bo'lsin, bu ummatdan birisi men to'g'riliq anglab turib, men ilib kelgan dinga ishonmay o'lib ketsa, u kishi do'zaxga kiradigan kishilardan bo'ladi.
Yana bir hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Başqa payg'ambarlar o'zining millatiga payg'ambar bo'lib avatiladi. Men butkul insonlarga umumyuzlik payg'ambar bo'lib avatildim. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Men oq tenlik va qora tenlik butkul insonlarga payg'ambar qilib avatildim. Allah Taalaning oyatlarini inkor qildigan, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, Allah Taalaning oyatlarini inkor qildiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allah Taalaga da'vat qilguvchilarni o'ltiradiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ana shular dünya ve ahiretteki emelleri bekar boldu. En şulanın dünya ve ahiretteki emelleri bekar boldu. Ulağa hiç yardım kılgıcı yoktur. Yahudilerin kafir bulganlığı peygamberler ve yaxşı kişilerini öldürgenliki üçün ayıplengenlik doğrusuda. Allah Teala kitap verilgen kişilerin ulağa ilgiri kim bulup Peygamberler yetkizgen Allah Taala'nın ayetlerini inkar kılganlığı ve peygamberlerge tekabburluk kılış, karşılık kılış, hakkını kabul kılmaslık ve onunla erişişten baş tartış ve işenmezlik arkalık çoğun günahlarını ötküzgenlikini ayıplaydı. Kitap verilgen kişiler, yani özlerine Allah Taala'nın dinini yetkizgen peygamberlerini, ulanın kitabı verilgen kişilerini hak çakırganlıkıdın başka hiç kandak yamanlıkı bolmusumu öldürgen idi. Peygamberlerini nahak öldürdüganlar, kişilerinin içindeki adaletke buyuruyduğanlar, yani Allah'a davet kılgıçlarını öldürdüganlarga çoğum qattiq azap bilen hoş haber bergen. Yani peygamberlerini öldürüş çekiga yetken tekabburluktur. Tekabburlukning qandaq bo'ldiganlik to'g'risida Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Tekabburluk degan haqni qabul qilmaslik va boshqalarni kamsitishdir. Ular tekabburlik qilib haqni qabul qilmadi. Kishilarga tekabburlik qilib ularni o'ldirdi yoki kamsitdi. Allah shunga ularning dunyoda xor ve pes holatda yashaydiganligidan oxiratda ularga xorlig'uchi azobning bo'ladiganligidan xabar berib mundaq deydi: Ularga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida da'talash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rguchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqliqlar kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 günlük vaqtlar ko'ydirdi deganlikleri ve dini cihatte uydurup çıkargan nesillerinin özlerini aldığanlığı üçündür. Kelişi şeksiz bolgan günde, yani kıyamet günüde ularını toplayımız. Her bir kişinin kılgan işinin cezası ve mükafatı toluq berildiğan, ulağa azabını ziyade qilib etish yoki savobni kemaytib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Kitap verilgan Yahudi Nasaralarning Allah Taalaning kitobi bilan hukm qilmaganligi uchun ayiblanganlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zlarining qo'lidagi Tavrat va Injildan iborat ikki kitobni chin tutdiq deb gumon qilgan Yahudilar ve Hristiyanlarını qattiq söktü. Ular u iki kitobdagi Allah Taala'nın Peygamber aleyhisselamga ergishinglar degan buyrug'iga bo'ysunishga chaqirilsa, ular uningdan yuz o'rdi. Bu ayet
ularning haq qarshi chiqqanligini va haqdan yuz o'rganligini qattiq ayblaydi. Ondan Alloh mundaq deydi: bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqliq kunlarla, ya'ni muzayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari. Ya'ni sheksiz ularni haqqa qarshi chiqishga ilib borgan narsasini ularning qiyomat kuni do'zaxga dunyoning har 1000 yili uchun bir kunni, ya'ni sheksiz ularni haqqa qarshi chiqishga ilib borgan narsasi ularning qiyomat kuni do'zaxda dunyoning har 1000 yili uchun bir kundan jam'i 7 kun azoblanamiz deb Allah Taalaga chaplagan bo'htonlardir. Buningga munosabatlik ma'nilar Sura Baqaraning tafsirida bayon qilindi. Ve dini cəhətdə uydurub çıxarğan nərsələrinin özlərinə aldığanlığı üçündür. Yani ulanı şu xata dinida çın turğuzgan nərsə, ulanın gumaniçə ötkizgen günahlarımız üçün dozax bizni bir neçə günlük köydürdü deb özlərini qollağanlığıdır. Ular bunu özləri uydurup çıxardı. Allah bu haqda heç qandaq pakit keltirmey, ularni agahlandırıp mındaq deydi: kelişi şeksiz bolğan künde, yani qiyomat günüde ularni toplasak, ularning hali qandaq buludu? Yani şeksiz ular Allah Taalaga bo'hton to'qidi. Peygamberlerge işenmedi. Peygamberlerini ve ularning ichidagi yaxshilik buyurgan ve yamanlıqdan qaytırgan alimlarni öldürdü. Emdi ularning hali qandaq bo'lib ketar? Allah ulardan bu narsalarning hammasini savol so'rg'uchidir. Allah ulardan u narsalarning hammasidan savol so'rg'uchidir. Ulardan hisob olg'uchidir va ularga jazo berguchidir. Kelishi sheksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni toplasak, ularning holi qandaq bo'ladi? Ya'ni uning yuz berishi shak yo'q kunda. Her bir kişinin kılgan işinin cezası ve mükafati toluq berildi. Ulağa azabını ziyade kılıp etiş, yaki savabını kemeytip etiş bilen zulüm kılınmaydı. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure El-İmran tefsirinin 25. ayetiqçe anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.